Ya ko'zingni ulayib o'lgunlar. Nima bo'lyapti? Ha? Ambulatoriyaga olib kelma. Nima bo'lyapti? Qo'yaqlar, nima baqiryapsanlar? Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum rais buva. Biz Hindistonga ketyapmiz rais bu. Bizni Hindistonda muxlislarimiz ko'p ekan. Endi Bombay ligada jang olib boramiz. Yo, Bombayga borasanmi, Qotortolga borasanmi? Baqirmasdan shug'ullansang bo'ldi. Bola o'g'anib ketmasin. Saturn do'stim, seni sog'indim. Shu yerdaman-ku do'stim. Oktagon liga. Baqirma dedim, baqirma. Tohirjon, yaxshimisiz? Endi foto, endi fama shikishki baba. So'rashib qo'yaylik. So'rash $100. Siz ham kuchayib ketdingiz, Tohirjon. Oldingizga yaqinlashib bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Mahallada nima muammo, nima kamchiligi? Nozimjon. Keling rais bu. Nima bo'ldi? Qizim tosh ketdimi? Ayyo, batallarga zelelka surkashdan o'ynadik. Yutib qo'ydim-da. Mayli rais bu, keyin gaplashamiz. Ishdan yirtishdan o'ynatuvdik-da. Ishdan yirtishdan? Mahallaga nima bo'lyapti o'zi? Mahallani obodonchiligiga qarashimiz kerak. Kuchuymi? Aka. Bachar! Voy Bachar! Bachar! Olay mahallada it ko'payib ketdi. Jam, qarag'on. Bacham, onang bilan kelishib, senga bitta zo'r qiz topdik. Ha, topdik. Ye. Nerga topdik? Nima bo'ldi bu? Shams xursand. Xursand. Bacham qiz shunaqa chiroyli, uzumi suvdak. O'tlar rasveting ko'ringda, o'zingdan ketma. Kelini kim deb so'ra? Ha. Hamsayamizni qizi. Ha, hamsayamiz qizi. Onang Tu, shiracha yumalab keldi. Jilla bilib sen chiqib yo'q. Bacham, holi to'ya pul yo'q. Ha. Kredit olamiz, kredit olib to'y qilamiz. Kredit olamiz bacham. Vel, onang nemagar. 32 ga kirib ilonchi o'ynaga yotibman. Men tengi bolalarning o'zi bizneslari bor, uylari bor, mashinalari bor. Meni nimam bor, mana shu Nokia'dan boshqa hech narsam yo'q. Yigit kishiga omad 3 marta beriladi deydi. Balki o'zgarish vaqti kelgandir ha. Bunaqa yotish bo'lmaydi, bobur. Bunaqa yotish kerakmi deyman-da, sal uyqu kelsa esdan chiqardi. O'zgaramizda onasini emas, kimdir quvlayaptimi seni bobur? Salaydan ikki nosab chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bu kayfiyat sollo. O'ldi. Buyini Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qtivording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? $20,000 topishlari kerak, $18,000 menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga $20,000. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Mark Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'ring qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Aprasheniya. Mahallaga nima bo'lyapti? Urushmang. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. Internetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal 2 ta non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi hamda. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslijon. Nima o'g'lingizni uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlimi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor-puturga bordingmi? Uyalaman, ne rais bu? Uyalasa, ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'ra olmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitlionga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa.
Soling qo'shni. Soling. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling.